Bir necha kun avval yetim qiz olib berarmidingiz o'g'lingizga desam, juda ham ko'pchilik insonlar ha debdi. Qani o'sha qiz bormi? Biz qidirib yuribmiz. Manzilni bering deb o'zimga juda ko'p odamlar yozibdi. Kommentariyada qancha odam yozgan bo'lsa, ana shunda 2 barobar ko'p odam o'zimga yozgan. O'sha yetim qiz men edim. Koronavirus boshlanishidan avval 27 yoshga kirganimcha meni hech kim olib bermagan. Yetim qiz ekan, 4 ta ko'ynagidan boshqa hech narsasi yo'q ekan deb. Aslida 4 ta ko'ynagim emas, undan ko'p narsam bor edi, lekin men 4 ta ko'ynagimdan boshqa hech narsam yo'q deb aytganman. Menga chol bilan kampir tarbiya bergan. Men ularni qo'lida katta bo'lganman. Menga shu narsani ko'p aytishardi. Hamma narsa topiladi bu dunyoda. Faqat nomusing topilmaydi. Nomusingni ehtiyot qil. Faqat shu ko'p aytadigan gap shu bo'lgan ularning. Menga uchragan o'zbek bolalarga aytganman. Men faqat sizga bera olaman sadoqat. Farzandlaringizga ona, mehribon ayol va bir kunda 5 mahal ibodatini qilib faqat siz uchun Allohdan so'raydigan. Shunaqa bo'la olaman, boshqa narsa kutmang mendan desam, voy xo'p bo'ladi-da. Voy menga shu kerak. Boshqa nima ham kerak erkak kishiga? Boshqa hamma narsani men qilaman deb turib men qaytib kelmasdi. Qaytib ko'rmaganman u bolalarni. Mashincha yaxshi odam bor ekan u, lekin menga uchramaganda. 27 yoshga kirib turmushga chiqqanman. Qarqiz, o'tirib qolgan qiz nomini olib. Mana men nima uchun Karisga turmushga chiqqanman? Karis aytgan, menga ana shu 4 ta ko'ynaging ham kerak emas. Hammasini o'zim qilaman. Lekin hozir pulim yo'q. Men nolda turibman. Men ham ota-onam yo'q, yetimman. Tegaverasanmi degan, albatta. Pul bosh omon bo'lsa pul topiladi deganman. Ana undan keyin harakat qilib, bir marta Koreyaga kelib ishlab bordi, to'yimizni qildi. Yana ishlab mana bitta kamlarimizni olyapmiz. 2 ta farzandimiz bor. Yetim bolaga tekkanman o'zimga o'xshagan. Hech narsani yuzimga solmaydi. Men ham hech narsani yuziga solmayman. Yuzga soladigan bizda hech narsa yo'q. Faqat vafo, bir-birimizdan kutadigan narsa bu vafo va oilani mustahkam qilish.